Vatkan Kongli Azar Yigen Eyiq namlıq məsəl. Bir günü etdigende bir otunchi ovchining qapqinidan bir eyiqni qutuldiribdi. Bu eyiq onundan cheksiz minnatdor bo'libdi. Aradan xeyli yillar o'tib, otunchi yo'ldan adashib eyiqning ovisiga kelib qapti. Eyiq otunchini yaxshi o'rinlashtirib, yana mo'l kashlik tomoq bilan kutyapti. Ertasi tong saharda otunchi eyiqqa mundaq debdi: Sen nihayet obdan kütüp aldın. Ama ben sendeki o şu sesik pıraqtılın narazı boldum. Hakikaten bu nihayet sesik pıraydı iken. Tişi eyiq köngli yerim bolsun mu ahırda. Sana tölgünüm bop kalsın. Meni paltan bilen birini çepip al. Depti. Otunchi onun deginidek qıptı. Bir neçe yıldan keyin otunchi yana eyiqqa uçurab qılıp, onundan beşideki yarısının saqaymağalıqını soraptı. Eyiq mundaq depti: "Ha rost, şu qitimqa yaram bir mahal og'irgan bolsumu, amma yari eg'zi putgandan keyin unutib ketdim. Biroq, o'sha qitim qilgan gapingni umr voyat unutib qolmayman." Jahondarchilik kinoyasi. Kishining ko'ngliga azar berish jismoniyatiga ziyon solgandan-mı yomon? Çünkü onun ko'ngliga tekkenlik bütün ruhiyetini zilzilega salgan. Dilqut xazinasi. Şunu başkalarının ko'nglini ehtiyotchanlik bilan ayashni unutib qolmang. Çünkü bu o'zingizning ko'nglini ayıganlik bo'ladi. Real turmuşda ba'zilar bir mahallalik og'zi ittiklik bilan angliq yoki angsiz holda boshqalarning ko'nglini g'ash qiladi. Ba'zida biror jumla haqoratlik so'z cho'nqur do'stlikni butunlay nobud qilib o'tishi mumkin. Biz tekallub qilishni o'rganib olsaqla nurg'un til azaridan saqlanib qolalaydik. Tekallub qilish kishilik aloqadagi qo'rqinchaqlik emas, u bizni behuda avorchiliklardan qutuldirib oladi. Yaxshi gap toshni yaridi, yomon gap boshni deydigan gap bor. Ko'nglingizga tegadigan biror jumla so'z umr bo'yi unutilib qolmaydi. Buning aksicha, ko'nglingizni yasaydigan biror jumla so'z qalbingizni yo'rita oladi. Yo'shirin iqtidoringizni urg'ita oladi. Sizga g'ayrat bilan umidni ata qila oladi. Biliqut sherikida ovozga ilinib, Biliqut to'rida anglatilayotgan Kongli Azar Yigen Eyiq nomli masalni anglatdik. Yoqtirib anglaganingizga rahmat.